Assalomu alaykum, hurmatli ishqiboz. Infotime kanaliga xush kelibsiz. Bugungi xabarlarni o'qishni boshladik. Al Nasrning 40 yoshli hujumchisi va sardori Cristiano Ronaldo Nujuma kurortidan 8 million dollarga ikkita villa sotib oldi. Portugaliyalikning yangi ko'chmas mulki joylashgan Qizil dengizdagi orol Saudiya Arabistonining materik qismidan 20 kilometrdan ortiq masofada joylashgan. Orolga faqat suv transporti orqali yetib borish mumkin. Portugaliyalik xaridni ushbu joy bilan chuqur bog'liqlik his qilgani bilan izohladi. Birinchi tashrifdanoq Jorjina va men ushbu orol hamda hayratlanarli tabiiy go'zallik bilan chuqur bog'liqlikni his qildik. Bu biz xotirjamlik va halovat topadigan joy, dedi Cristiano Ronaldo. Dinamo jamoasi 20 kunlik qishki ta'tildan qaytib, kechadan Samarqandda 2026-yilgi mavsumga tayyorgarlikni boshladi. Yig'in oldidan jamoa bosh murabbiyi Vadim Abramov klub matbuot xizmatiga intervyu berib, rejadagi yig'inlar, tarkib, seleksiya jarayoni va 28-dekabr kuni Samarqandda Qizilqumga qarshi o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazilishini ma'lum qildi. Bugundan mashg'ulotlarni boshladik. Hozirgi betobligi yoki jarohati sabab yig'inda ishtirok eta olmayotganlar bor. Legionerlar esa yanvar oyi boshidan safga qo'shila boshlaydi. Samarqanddagi yig'inimiz yakunida ikkita o'rtoqlik uchrashuvi o'tkazamiz. Yangi yil bayramidan oldin 3 kunga dam berib, 3-yanvardan Toshkentda yig'ila boshlaymiz. 28-dekabr kuni Qizilqumga qarshi o'yin o'tkazilsa, 29-dekabr Andijonning boshqa bir jamoasi bilan nazorat bahsi o'tkaziladi. Ikkisi ham Samarqandda o'tadi. Ikkinchi yig'in Toshkentda o'tadi. Chunki bu yerda hozircha mashg'ulot uchun tayyor maydon yo'q. Toshkentda bir qator o'rtoqlik bahslari belgilangan. Bu bahslarda tarkib shakllangan bo'ladi. Uchinchi yig'in esa Abu Dabida o'tkaziladi. Xorij yig'iniga shakllangan tarkib bilan boramiz. U yerda kuchli raqiblar ko'p. Ularga qarshi kamida 3 ta o'yin o'tkazamiz. Qaysi chiziqlarni kuchaytirishni rejalashtiryapmiz? Jamoani tark etgan o'yinchilar o'rniga yangi futbolchilar taklif etiladi. Umuman olganda esa tarkib asosini deyarli saqlab qoldik. Ketganlar o'rnini esa munosib o'yinchilar bilan to'ldiramiz, dedi Vadim Abramov. Osiyo Chempionlar Ligasi Elit 2025-2026 musobaqasining 6-turi doirasida bo'lib o'tgan Al-Ittihod Nasaf uchrashuvidan so'ng matbuot anjumani bo'lib o'tdi. Unda Ajdarlar bosh murabbiyi Ro'ziqul Berdiyev ishtirok etib, o'z fikrlari bilan o'rtoqlashdi. Bugungi o'yinda yigitlar yaxshi harakat qilishdi va maydonda bor kuchlarini ishga solishdi. Oxirigacha kurash olib bordik. Qarshi hujumlarda golli vaziyatlar yaratdik. Futbolchilarimga minnatdorchilik bildiraman. Kuchli raqibga qarshi munosib qarshilik ko'rsatdik, dedi mutaxassis. Ma'lumot uchun qarshiliklar keyingi turlarda Al-Sharja hamda Al-Shorta jamoalariga qarshi maydonga tushadi. Al-Ahli Andijon uchrashuvi oldidan Al-Tumama stadionida tashkil etilgan matbuot anjumanining ikkinchi qismida mehmonlar bosh murabbiyi Samvel Babayan va yarim himoyachi Damir Temirov ishtirok etdilar. Samvel Babayan: bugun jamoamizni juda muhim o'yin kutib turibdi. Yana bir bor Qatarda bo'lib turganimizdan xursandmiz. Bu yerda futbol uchun juda ideal sharoitlar yaratilgan. Raqib haqida nima deyishim mumkin? Biz juda yaxshi jamoaga qarshi maydonga tushamiz. Al-Ahli bu Qatar futbolining tarixi hisoblanadi. Bu klubda saviyali o'yinchilar jamlangan. Yulian Draxlerni alohida ta'kidlab o'tish kerak. U Al-Ahlidagi statusi yuqori bo'lgan legionerlardan biri. Biz kuchli raqib bilan o'ynaymiz. Ko'p narsaga e'tibor bermaymiz va o'z maqsadimizga erishish uchun harakat qilamiz. Yaqindagina klubni qabul qilib oldim. Jamoa biroz qiyin vaziyatda qolgan. Oldimizda ikkita muhim o'yin qolgandi. Biri chempionatda, ikkinchisi Osiyo Chempionlar 2 musobaqasida. Birinchisini yaxshi bajardik, ikkinchisi esa bugun bo'ladi. Men boshchiligimda albatta bu vazifani ham bajarishga harakat qilamiz. Ijobiy natijaga erishish, guruhdan chiqishga intilamiz. Afsuski bizda bir qator yo'qotishlar bor. Oilaviy sabablarga ko'ra asosiy o'yinchilarimizdan biri Otabek Jo'raqo'ziyev bu o'yinga kela olmadi. Mavsum oxiriga yaqin bir qator futbolchilarda jarohatlar bor edi. Lekin iloji boricha ushbu uchrashuvga yaxshi holatda yetib kelishga harakat qildik. Haqiqatan ham Qatar jamoalariga qarshi o'ynash borasida tajriba ko'p. 2023-yilda navbahorni o'zim tuzgandim. Yaxshi natijalar ko'rsatgan. O'zim yig'ganim uchun o'yinchilar falsafamizni to'liq tushunib yetishgandi. Hozirgi paytga to'xtalsam, men 4 hafta avval jamoani qabul qilib oldim. Ya'ni klub qanday holatda bo'lsa, shundayligicha qabul qildim. 3 haftadan beri biz birgalikda qattiq ishlayapmiz. Ishonamanki, jamoamizning potensiali yuqori. Shuni aytishim mumkinki, o'tgan turda o'z uyida Arqadag'ni yutib, vazifani hal qiladigan darajada salohiyati yuqori jamoa edi. Jamoa bilan birga bo'lib, mashg'ulotlarni o'tkazib, klubni salohiyati yuqori ekanligiga ishonch hosil qildim. Lekin shunday bo'lsa-da, bu hol bugungi uchrashuv oldidan zimmamizdagi
haqidagi mas'uliyatni olib qo'ymaydi. Hozir shunday holatdamizki, biz yanada jipslashimiz kerak. Avvalgi qilingan xatolarni to'g'rilashimiz va guruhdan chiqish vazifasini bajarishimiz kerak, degan murabbiy. Futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Italiyada o'tkazilayotgan Milan Cortina 2026 qishki Olimpiya o'yinlari mash'alasi estafetasida qatnashdi. Italiya futbolining afsonalaridan biri bo'lgan Cannavaro Olimpiya o'yinlariga bag'ishlangan tantanali tadbirda bir qator mashhur shaxslar bilan birgalikda esdalik suratlariga ham tushdi. Ma'lumot uchun Milan Cortina 2026 qishki Olimpiya o'yinlari 2026-yilning 6-22 fevral kunlari, Paralimpiya o'yinlari esa 6-16 mart kunlari o'tkaziladi. Fabio Cannavaro boshqaruvidagi O'zbekiston milliy terma jamoasi 22 yanvardan 2 fevralga qadar Qatar poytaxti Doha shahrida o'quv mashg'ulot yig'inida ishtirok etadi. Bu haqda UFA matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, yig'inga asosan mahalliy va yosh futbolchilar jalb etiladi. Mazkur yig'in 2026-yilgi FIFA Jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rish, milliy jamoa tarkibi uchun munosib zaxira futbolchilarni shakllantirish hamda yosh o'yinchilarga imkoniyat berish maqsadida tashkil etiladi. Yig'in davomida murabbiylar shtabi futbolchilarning jismoniy va texnik holatini baholab boradi. UFA vitse-prezidenti Ravshan Ermatov Chempionat Asiya saytiga Jahon chempionati oldidan qanday rejalar amalga oshirilayotgani xususida ma'lumot berarkan, Qatar yig'ini va O'zbekiston mezbonligida FIFA seriyasi loyihasi haqida ham gapirdi. Jahon chempionatida milliy terma jamoamiz ilk bor ishtirok etadi. Albatta, puxta tayyorgarlik ko'rish juda zarur. Guruhimizdagi raqiblar o'ta jiddiy: Portugaliya, Kolumbiya va play-off g'olibi bo'ladigan Afrika jamoasi. Umuman olganda, mundialda kuchsiz terma jamoaning o'zi bo'lmaydi. Hamma raqiblar o'ziga yarasha kuchli. Puxta tayyorgarlik ko'rib, har bir raqibga qarshi munosib o'yin ko'rsatishimiz kerak. Yanvar oyida Qatarda yig'in olib boriladi. Mart oyida FIFA bilan hamkorlikda FIFA seriyasi loyihasi doirasida Janubiy Amerika, CONMEBOL, Markaziy Amerika, CONCACAF va Afrika jamoalari bilan o'yinlar tashkil etiladi. Bu borada muzokaralar davom etmoqda. Mazkur xalqaro musobaqa Toshkentda o'tadi. FIFA seriyasi 2 yarim final, 3-o'rin uchun bahs va finalni ichiga oladi. Shundan so'ng may oyida O'zbekistonda 2 haftalik o'quv yig'in mashg'ulotlari o'tkaziladi. Taxminan 20-25 may oralig'ida tayyorgarlik Kanadada davom ettiriladi. Bu vaqt tafovutiga ko'nikishga xizmat qiladi. Kanada terma jamoasi bilan o'rtoqlik o'yini o'tkazamiz. Kelishuvga erishilib, shartnoma tuzilgan. Iyun oyi boshiga kelib biz terma jamoa qarorgohi aynan qaysi shaharda bo'lishiga aniqlik kiritib olamiz. U yerda yakuniy tayyorgarlik bo'ladi va mundial oldidan so'nggi o'rtoqlik bahsi ham o'tkazilishi rejalashtirilgan. Hammasi inobatga olingan va ayni paytdagi taxminiy rejalarimiz shunday ko'rinish olgan. Boshqacha to'xtamga kelish uchun FIFA kunlari yo'l qo'ymaydi. Futbolchilarimiz klublari ixtiyorida bo'ladi, dedi Ermatov. Siz nima deb o'ylaysiz, qadrli ishqiboz? Fikringizni izohlar bo'limiga yozib qoldiring. Kanalimizga obuna bo'lishni va like bosishni unutmang.